O'zbekistondan ash makaronlardan ko'tarib kelaman erimasdan, chunki buni hidi ham, buni ta'mi ham yoshligimni eslatadi. Eslayman, birinchi sinfga chiqqanmiz, 7 yosh. O'sha payt ota-onamiz ham qo'rqishmagan ekan, o'zimizga yuragimiz katta bo'lgan ekan. Maktabda plan bor edi. Birinchi sinf bo'lishiga qaramasdan kamida 1 kilodan paxta olib kelish kerak edi kuniga. Biz masalan o'zim qidirib yurardim paxtazorlarga boribda. Yonimizga o'rtog'imiz bo'lardi yoki bo'lmasdi, lekin o'sha planni bajarishimiz kerak edi. Ba'zi fermerlar bizni quvardi, ba'zi o'g'irlik qilardik paxtasidan terib, lekin maktab planni bajarish kerak edi. Eslayman, o'sha birinchi sinfda 1 so'm pul olganman 1 kilo uchun va o'shanga bitta zvachka bergandi. Urush davri, urushdan keyingi davri, qanaqa bizni boshimizdan o'tgan voqealarni asarlarda ham aytib berilgan. Masalan, otamdan qolgan dalalar 5-sinflarni paxtaga yotoqqa olib chiqyapti. O'sha payt bilasizlar, paxtani yaxshi o'sish uchun vertolyotda to'g'ri sepilgan. Va Ziyod degan bolani ataylab tanlashadi. Nima uchun uni orqasida hech kim kelmaydi, janjal qilib so'rab hech kim kelmaydi. Uni yolg'iz qari onasi bor xolos. Shuning uchun u bolani bayroq ko'tarib paxtazorda vertolyotga qaysi agatga dori sepildi, qaysi agatga dori sepilmadi shuni ko'rsatish uchun jo'natishadi. Afsuski Ziyod u yerda uxlab qoladi dori sepilgandan keyin. Va shunaqa og'ir kasal bilan keladiki, uni hech kim na doktorga ko'rsatadi. O'sha dalani shiyponda necha kundir yotib, 5-sinf bolasi tasavvur qilyapsizmi? Shu bilan joni uziladi. Joni uzilgandan keyin ham uni bechorani onasi qidirib keladi dalaga. Ha, endi shunaqa paxta fronti deb qo'yibdi deb sovuqlarcha unga javob berishadi.